Yo, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Akerman. Короче, bugun biz bitta obunachim Saprot yutib olgan o'sha obunachim akkauntiga kirib, Saprot qilib beraman. Qanunda birinchi katga ketdi bo'lmasa, faizimizni bersin. Spam normalniy, yomon emas. Hozir nima qilganini faqat otlar biladi. Короче, pasmina bitta jijimi yuribdi. Ikkinchi otam ham kelishga yetishdi. Malades. Ruslar, skvadim bilan-ki. Ayirib yuboraman, ruslar. Oldimda bitta jijimi yuribdi. Bu jijimi yana manza qilib shashlikka qovurdim. Yondirdim. Nima farqi bor? Yana bitta mehmonimiz kelib qoldi-yu. Ana endi xotirjam lutat qilsam bo'ladi. Bay. Ko'zimga ishonmayapman. Yo, meni qo'lim shunchalik omadlimi-ki, bu akkaunt shunchalik omadlimi? Ratkanni bo'shatib olib, tankni o'ldirgan keldim. Короче, bu yerdan 3-kurdan ham oldim. I got supplies. Birinchi katga uchun juda zo'r qiymat. Yana so'yimiz. Juda zo'r lut olib chiqdim birinchi katga. 6.600.000. Qanday bo'lmasa ikkinchi katda go. Spam bo'ladi spam. Yo, rostdan meni qo'lim shunchalik omadli bo'lib ketyaptimi? Oching sandomdan guruda bilan oltin beryapti.
Короче, raketani lootayt qilib, faktoriga kelsam, faktoriyada odam bor ekan. Easy. Xato. Ikkinchi katkada o'lib ketdi, demak uchinchi katda ketdi. Bu qanaqa spawn? Shuning uchun pullar ayamasdan kaska kiyish kerak. Bay. Warehouse lootayt qilib faktoriga o'tsam, faktoriga odam kelib qoldi. Boya qochib ketgan brat shu uyda ekan. Krisa bekni o'tirishiga 1dan 10gacha baho berib keting. Mana shu joyda molik emas, tepasiga push qilsam zo'r bo'lar. Zo'r bo'larkan, molikka bekordan o'lib ketdim. Yana bitta xato. 3-o'yinni ham o'lib ketdik, davay endi 4-katkani bosamiz. Spam, normal spam. Hozir bitta narsa ko'rsataman, короче, там IQ manda milliardda, короче. Qaranglar. Nima dedim, manda IQ milliard. Nima uchun men jinnaman, saygasi bor odam sakrab chiqaman. 4-katkada ham o'lib ketdi, endi 5-katga navbat. Agar shunisi ham o'lib ketsam, boshqa umuman zaporot qilib bermayman. Odamlar gaday bo'lib ketgan, shilimga pul yo'qmi?
Ya chat, nima bu? Timing bu, timing. Kimni timing topol? Mayli. Poligon kerak emas. Raketa va bossni lutat qilib, fakt Everhouse-ga kelsam, bitta BYT choka bor ekan. Pashshale. Davay chat kelishamiz. Agar shu 3 tasi yashikidan bittasi, ikkitasida kurda chiqsa, obuna va like bosasiz. Bitta guruhda bor. Davay, uyaltirma. Bitta guruhda ber. Guruhda chiqmagan bo'lsa ham begona bo'lmasdan obuna bo'lib qo'yavering. O'zbekimiz-ku. 3-guruhdan olganda tank o'ldirgan keldim. Nafaqat guruhda, balkim oltindan ham o'rdim. Uyimga sig'mayapti. Bo'ldi, 5-kartamiz o'xshab qoldi. Bu degani tekinga 15 million, 20 million saprovat qilib bera olaman. Qanoqqa bu saprovatni yutib olamiz desanglar, Instagram kanalimga o'tasizlar, obuna bo'lasizlar, 10 tadan ko'p videomga like bosasizlar. Kim bir tanlab bilganinglarda saprovat qilib beraman. Ana akamizda umuman balik yo'q edi. 20 million balik. Jigar, bilaman siz aniq videoni shu joygacha ko'rgansiz. Shuning uchun obuna va like bosib qo'ying. Jigar, bu sizga osongina ish. Menga esa bu kattagina motivatsiya olib keladi. Iltimos, obuna va like bosib qo'ying.